Assalomu alaykum. Kanalni endi ochib yurgizayotgan yangi youtuberlar, kanalimiz obunachilari. Hozir biz sizlarga kanalimiz obunachisi bo'lgan Baxmalay opamizning akkauntini ko'rib, obzor qilib beramiz. Kamchiliklarni ko'rsatib o'taman. Sizlar ham shu videodan ko'rib, o'zingizlarning akkauntinglarni kamchiligini to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, dastlab akkauntga qaraymiz. Akkaunt Telegram kanal odamni o'ziga jalb qiladigan tarzda tashkillanmagan. Birinchi e'tibor qaratadigan narsamiz bu mana bu yerdagi rasm. Batka opa o'zi bilan kimnidir tushgan rasmini qo'ymoqchi bo'lgan, lekin bu yerda qisqa rasm ko'rinib turadi. Batka shunchaki qaysidir rangda qo'yib qo'ysa ham yoki umuman rasm qo'ymasa ham bo'laveradi vaqtinchalikka. Undan keyin opamizning nomlari Baxmalay. Shunchaki Baxmalay deb qo'ygan yoki qanaqadir yoniga qiziqroq nom qo'yish kerak. Yoki bo'lmasam Baxmalay bloger, Baxmalay yoki kimdir degan yoniga nom qo'shsalar chiroyliroq ko'rinadi, odam e'tiborini tortadi. Yoki shunchaki raqammi. Undan keyin akkaunt rasmi. Profil rasmi ham odamni o'ziga jalb qiladigan tiniq olingan rasmga yoki qayta ishlangan rasm bo'lsa, odam e'tiborini tortadigan bo'ladi. Xo'p, tavsif yozilgan. Kichkintoyim mani. Bu tavsifda nima bo'lishi kerak? Bu yerda asosan kanal haqida ma'lumot berish kerak. Bu yerda kanalga nimaga obuna bo'lish kerak obunachilaringiz? Nima sababdan sizni kuzatib borish kerak? Keyin o'z haqingizda ham ozgina ma'lumot bo'lish kerak. Xo'p. Keyingisi videolarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qo'yayotgan videolaringiz bor, yaxshi 27 ta video joylabsiz. Bu yerda hammasi ham reykka chiqmagan, ko'p video qo'yganingiz bilan. Bu yerda bu mana video reykka chiqqan. Sababi nimaga? Bu yalmog'iz kampirni butun dunyo taniydi. Erta qahramoni. Bolajonlar yaxshi biladi. Bolajonlar ko'rgan. Shu sabab yaxshi prosmotr bo'lgan. Shu yo'nalishda ketish kerak, bitta yo'nalishda. Bu yerda har xil yo'nalishda videolar qo'yilgan. Keyin videoning sifatlari ham past. Sifati past videolarni ko'p joylagan. Misol uchun videoni ko'radigan bo'lsak, videoni Instagramdan ko'chirib olganlar opamiz. Buni YouTube'ga bog'langan sun'iy intellekt ham sezadi. Sizni dangasalik qilganingiz sababli videoingizni qo'llab-quvvatlamaydi. Mana bu narsa mana bu narsa Instagramda yuklab olganingizni bildirib turibdi. Bu video qaysi akkauntdan olinganini ko'rsatib turibdi. Deyarli barcha videolaringizda o'rtoqlar yengillikni zo'ri bor. shu narsa bor mana. Bu videoning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Odamning e'tiborini jalb qilmaydi, professionallikdan qochiradi odamni. Bu o'zingiz videolaringiz. Mana har bitta videoyingizda, deyarli hamma videoyingizda shu Instagram akkaunt bor. Videoning sifatiga e'tibor beringlar, video yuklashda uni vaqtiga e'tibor beringlar. Xo'p, yana nima? Mana shunday akkaunt turganda, mana videolarda birinchi ko'rinadigan betligini o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Boshqa rasm qo'ysa bo'ladi. U keyinroq qo'ysa bo'ladi. Hozir uni qo'yib bo'lmaydi, lekin qo'ysa bo'ladigan joyda videoning o'zidagi qiziq joyini birinchi fonga chiqarib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun mana qiyshayib turgan opani emas, bitta chiroyliroq turgan joyini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Keyin manitlarda ham, boshqa videolarni ham shunaqa qo'ysa bo'ladi. Odamni jalb qiladigan qilib. Shu. Keyin bir xillarda ko'rdim. Kommentariya ochiq emas, kommentariyani yopib video joylagansizlar. Qancha sizlarga ko'p kommentariy yozilsa, videoingizlar shuncha reykka chiqishi oson bo'ladi. O'zingiz yo'nalishingiz, maqsadingiz o'sha tavsifga yozib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Uzun videolarni ham qo'yib borish kerak. Uzun videolar tezroq 4000 soat yig'ishga yordam beradi. Qisqa videolar mana har xil turibdi-da, bitta yo'nalishdagi odamni bermayapti. Shu kamchiliklari. O'sha aytayotganim Instagram akkauntning nomi chiqib turibdi-da.
Buni yuklab olishda prямо yuklab olgansizlar. Shu nomsiz yuklab beradigan botlar bor. Men o'zim guruhga alohida tashlab beraman o'sha botlarni nomini. O'shandan foydalansanglar video tiniq yuklab beradi sizlarga. Havolasini tashlasanglar. Xo'p, hozircha shular. Men opaga chiroyliroq profil rasmi tavsiya qilib ko'raman. Bu videolar qolaveradi, yangi videolar ishlashga yordam beraman, qarash boraman. Qolganlar ham aloqaga chiqsanglar, kanalinglarni ko'rsatsanglar, kamchiliklarni ko'rib beraman. Bundan keyin o'zi bu videoda ancha kamchiliklarni tuzatib olasizlar. Videoni yakunlaymiz. Sizlarga bu narsalarni o'rgatishdan maqsad shunchaki yaxshilik. Sizlardan bitta narsa so'rayman, Telegram va YouTube kanallariga obuna bo'lsanglar bo'ldi. Like, kommentariy va fikringlarni kutib qolaman.